balyatqı boyun rakining alomatlarini qanday bayqaymiz? Badanimizdagi qaysi xil o'zgarishga qarata mushkul kasallikdan gumon qilsak bo'ladi? Qarindoshimiz menga diqqat qilib, mana aytdi, shu xonim qizlar bilverish tegishlik bo'lgan, bilmisi bo'lmaydigan, uytab kelsa nur ximiylik davolashning azobini tortadigan, tortishlar saqayib kelsa bo'lmaydi, saqaymay qolib qolsa bo'lmaydigan bir xil kasallik. Unda bo'lsa, biz Jungo o'zini kasal qarashtirish jamiyatining a'zosi bo'lish sifatimiz bilan shundaqli qarindoshlarimizga mushaqda bir tushuntirishni berishni zarur deb qaradim. Xonim qizlarimiz balyatqu bo'yni rakininki HPV dan yuqumlanishninki ta'sirini va mushkul kasallikninki zodi nima vajdan bo'lganligini tunib yetishi to'liq zarur. Nimishqa deganimizda, chunki bu endi bizniki hozir ikki xil rak qarta tekshirishda birsi balyatqu bo'yni rak qarta, yana birsi sut bez rak qarta tekshirish qitildi. Nimishqa bu qitilib qoldi? Chunki buning nisbati yildan-yilga eshib ketdi bu xil rak kasalligining kelib chiqishini. Endi biz buning qarta masalan Aziya, Sizya, Jivja yemiyor deymiz. Mushu yemiyoniki paydo bo'lishi va barliq kelishimi mushkul kasallik o'zgarishininki onib ketishimiz munosabati ko'p. Unda o'z buni alomatini qanday bayqaymiz? Buni alomatini xonim qizlar birsi odat to'xtab ketgan cho'ng onalarimizda odat kelib qilish. Suv kelib qilish, o'pki qansirtgandek suv kelish, ko'k suv kelish yoki qon yipchillari birga kelib berishdek ahvol bo'lish, shundaqla aytganda paydo bo'lish dek alomatlar ko'rilgan bo'lib qolsa, darhol doktorxona bo'lib tekshirdi. Bu yoki sineydik arjisanji chiqqanligining ahvoli, yoki bo'lmay qolib qolsa, bunaqalikning ahvoli, yoki bo'lmasa HPV tekshirishning hazrasi ustida kasallikning yoki bo'lmay qolib qolsa, rak o'zgarishninki dastlabki bosqichi yoki o'rta oxir bosqichida dastlabki ahvoli bo'lib hisoblanadi. Endi zodi mushkul alomat paydo bo'lgandan keyin endi biz bayqidik. Buni zodi qanday qilib hal qilamiz degan chog'da haqiqiy to'qilib natijaning amaliy ahvoliga qarata qilamiz. Endi xonim qizlarimiz HPV tekshirish kasal qarashniki bu xil kasallikning nisbatini oshiradigan bir omil ekanligini bayqish kerak. HPV tekshirib turgan yilda bir qator unimasa bo'lmaydi degan. HPV tekshirish kerak. Moshunda masala chiqqandan keyin chuqur to'qilmag'ini tekshirish kerak. Bularning moshundagi 16, 18, 31 chiqqan chog'da 81 chiqsimi darhol tekshirishni qo'l keltirish kerak. Masalan 6, 11 degandeklar bu qarindoshlarimiz ko'pincha holatda sugalni keltirib chiqaradi. Bu nima degan chog'da sugal virusining yuqumlanganligi bo'ladi. Bu masalani hal qilib bo'ldi. Endi ba'zi sugal virusining kadini ziyod ortishi nimadan bo'ldi degan chog'da uzun mazgil xonim qizlarimiz balyatqu bo'yicha shalvarishyapti. Yallig'yapti. Balashki parisi qilib qalan. Uni diqqat qilmabdimi? Deb mana shunda vaqt o'tkazib o'tgan sababli onundan keyin bu xil rak kasalligining o'zgarishini shakllanishiga darajasi pillak ish bor. Shu qarindoshimiz mushuk alayda diqqat qilish kerak va xonim qizlar mushundaq alomatlar ko'rilgancha chuqur davolash kerak. Mana vaqtni o'tkazib o'tib, qanday qilsam bo'ldi deganga bunun javob chiqmaydi. Shu qarindoshlarimizning yurakni olib tarafini bergandan keyin do'stlar, birodarlarga, xonim qizlarga avatib qo'yishni umid qilaman. Mush orqasi tushunib olib, dal vaqtida oldini olishi kerak deb qarayman. Qarindoshlar, rahmat.